Qo'shimcha oziqlantirish paytida najas. Eslatib o'taman, bolaning najasi turli xil soyalarda bo'lishi mumkin. Jigarrang, sariq, yashil. Albatta, qo'shimcha oziq-ovqatlarni kiritish bilan najas shilimshiqdan ko'proq shakllangangacha o'zgara boshlaydi. Ammo hamma narsa bolaning nima yeyishi va qancha miqdorda bo'lishiga bog'liq. Ratsionda ona suti yoki semiz qanchalik ko'p bo'lsa, najas shunchalik kam shakllanadi. Qo'shimcha oziq-ovqatlarni kiritishda chaqaloq har kuni ichak harakatiga ega bo'lmasligi mumkin, lekin eng boshida bolaning axlati ma'lum bir mahsulotga bo'lgan munosabatini ko'rsatishi mumkin, lekin 1 yoki 2 qoshiqdan emas, balki ushbu mahsulotning juda ko'p miqdoridan. Agar yangi mahsulot kiritilgandan so'ng najas ancha tez bo'lib qolsa yoki aksincha qattiqlashib, noqulaylik tug'dirsa, demak bu mahsulotni ratsiondan chiqarib, biroz vaqt o'tgach yana urinib ko'rish to'g'ri bo'ladi. Qizil bayroqlar. Agar siz najas qora rangda ekanini ko'rsangiz, zudlik bilan tez yordam chaqiring. Bu ichak ichidagi qon ketishining belgisi bo'lishi mumkin. Agar najasda och qizil qon izlari bo'lsa, bolani shifokorga ko'rsatish muhim. Qanchalik tez bo'lsa, shunchalik yaxshi. Ehtimol, anal sohada shilliq qavatda yoriq bor yoki sigir suti oqsiliga toqat qilmaslik holati bo'lishi mumkin. Agar najasda qora ipchalar bo'lsa, ehtimol bola yangi banan yegan va bu umuman xavotirli emas.